Ko'mulak palavan. Burun bir podshoh o'tgan ekan. Uning birla qizi bor ekan. Podshoh qizim zerikib qoladi deb bir bog' yasatibdi. Bu bog'qa hamma mevalik daraxtdan tik turibdi. Qiziga hamroh bo'lish uchun 40 kenizak belgilabdi. Podshohning qizi har kuni bog'da o'ynaydi ekan. Bog'ning sirtiga chiqmaydi ekan. Qiz 18 yoshga kirgan chaqda bog'dan chiqibdi. Podshohning beg'i oldida bir tulxutum bor ekan. Podshohning qizi 18 yoshga kirganda bir qatim shikarga chiqishsin. Sizning yashingizmi bu yil 18 ga to'shdi. Malika yil xotinning aytganlarini onasiga aytib maslahat so'rabdi. Qizim, men qo'shilaman. Siz bizning yolg'iz qizimiz. Dadangiz qo'shilmasligi mumkin. Dadangizdan ruxsat olgandan keyin ondan shikarga chiqing. Ana, undaq bo'lsa, dadamga deysangiz, mening shikarga chiqishimga qo'shilsa. Malikaning onasi podshohga degan ekan, podshoh bu maslahatga qo'shilmabdi. Malika onasiga yana yolvorib, dadasidan ruxsat olib berishni so'rabdi. Podshoh oxiri qo'shilibdi. Hamda qizining shikar tayyorlig'ini qilishga boshlabdi. Malika shikarga chiqqanda hamroh bo'lish uchun 40 ming lov lashkar va 40 qechir oltin kumush tayyorlabdi. Hamda bosh vazirga debdi: "Mushu oltin kumush tugugicha qizimni sog'-salomat o'yintib qaytirib kelinglar." Malika 40 ming lov lashkar, 40 kenizak bilan yo'lga chiqibdi. Menib 3 kun bo'lganda Malika mundaq debdi: "To'xtanglar, men tarat sundirib olay. Ondan mangayli." U birdanining kayniga o'tib, taratga o'ltiribdi. Shu asnoda olamni qora bo'ron qoplab ketibdi. Ot ustida o'ltirgan lov lashkar va kenizaklarni bo'ron uchirib ketibdi. Malikani tuyi yo'q qamg'oqni bo'ron haydab ketgandek bir tog'ning tuyiga opirib tashlabdi. Bo'ron to'xtagandan keyin Malik ko'zni ochib o'rnidan tursa, tog' bag'ridan bir to'kur ayiq yuzi tarafga kelayotgandek. Buni ko'rgan Malika qo'rqib ketibdi. Qo'rqqandan men nima uchun shikarga chiqqandim? Chiqmasam bo'pti ekan. Dadam barmang desa unumabdiman deb ko'p pushaymon qilibdi. To'kur ayiq odamdek suvonga ketdi. "Mening ayolim o'lib ketgili 12 yil bo'lgan. Balammi yo'q, onammi, dadammi yo'q. Ikkimiz birga yashaydigan bo'ldik." Ayiq shundoq deb Malikani o'nkirga elib mengibdi. Malika o'nkirga kirib qarog'udek bo'lsa, o'nkirning yerimi so'ngak, yerimi ko'ni teri bilan to'lib ketgan ekan. Sesiqchilikqa odam chidab turg'ili bo'lmaydi ekan. "Men mushu uyda turamdiman." "Ha, bizning turar yerimiz mushu. Men bu o'nkirda turadigan bo'lsam, o'nkirdagi teri so'ngaklarni tizdan tashlab etaylik." Ayiq bir kichik ayiqqa debdi: "Bu narsalarni tizdan yo'qot." Kichik ayiq o'nkir ichiga kirib bir puylagan ekan, ko'ni teri va so'ngaklar o'nkir sirtiga uchib chiqib ketib, o'nkir ichi pokiz tozalanib qopdi. Endi kigiz, yotgan ko'rpa, qozon qumuch,
oyoq qo'shoq uy saramjonlarini tezdan keltirsangiz, qo'rsqim echib ketdi. To'g'ri ayiq o'nkir og'ziga chiqib bir to'g'ilgan ishkan, butun ayiqlar o'nkir og'ziga yig'ilibdi. To'g'ri ayiq bir bo'lak ayiqlarni o'tunga, bir bo'lak ayiqlarni qozon qumuch uy saramjonlarini tepib kelishga buyuribdi. Malika o'nkirning ichiga o'choq sapdi. Bir osh pishim ichida ayiqlar hamma narsani tayyor qilib ketdi. Malika tamoq ichish uchun o'choqqa o't yoqqan ekan, To'g'ri ayiq qo'rqib ketib, o'nkir og'ziga chiqib turibdi. Qo'rqmang, bizning urf-odatimiz mushu. Biz hozir tamoq etib yeymiz. Shu arliqda To'g'ri ayiq o'nkir og'zida midirlamay turibdi. Malika o'zib tashlab suyqash etib, oshni qachiga usibdi. Keling, tamoq yeymiz. Men yemayman. Buning hech qanday ziyni yo'q. Keling. Tamoqni o'tqalab qizitib assang, buni qandaqmi ig'izga og'ilib bo'lsin. Malika bir qach oshni o'zi ichib, bir qach oshni ayiqning oldiga elib beribdi. Ayiq oshni ko'rib, kayniga yenibdi. Malika bir qo'shiq oshni ichirib qo'ygan ekan, osh ayiqqa bak tetib ketibdi. To'g'ri ayiq odamzod degan shundoq mazlik tamoq bilan g'izollandikan emasmi deb o'ylab oshni ichibdi. Ayiq orqa-orqadan 18 qacha osh ichib, "Endi to'ydim, bumi bo'ladigan narsakan" debdi. Aradan oylar o'tibdi. Yillar o'tibdi. Malikaning qo'rsig'ida qapti. Oy kuni to'shib bir bola tug'ibdi. Balaning egizligi 7 gaz. To'g'risi 3 gaz ekan. Bala o'sib 7 yoshga kirganda balaning egizligi 9 gaz. To'g'risi 7 gaz bo'pti. Ana, seningmi onang, dadang bormi? Anam bilan dadam bor o'g'lim. Undoq bo'lsa, men cho'ng onam bilan cho'ng dadamni bir ko'rsam. Meningmi seni aparg'im bor. Biroq dadang unumaydi. Meningmi onam bilan dadamni bakmi ko'gim keldi. Undoq bo'lsa, men dadamni ko'ndiray. Sen o'xshitib polo et. Malika poloni etibdi. To'g'ri ayiq shikardan kelgili oz qolganda o'g'il o'nkir og'ziga chiqib qarab turibdi. To'g'ri ayiq tog'ning bag'riga kelgan vaqtda mush chaqicha dada deb to'lab baqmagan bola "Dada, keldingmi?" deb varqirabdi. "Bolam, sen nim bo'lding?" To'g'ri ayiq xushalligidan yugurib ketdi. "Dada, seni bugun bekmi sevgindim. Dadam qaysi tarafdan keldikin deb ko'zim to'rt bo'ldi." To'g'ri ayiq xushalliqda bolasini ko'tarib sevmoqchi bo'lganda, bola dadasidan yuzini qochiribdi. "Bolam, nimadoq qilasan?" "Mening bir gapim bor, dada. Gapimga ma'qul bo'lsang, menmi sening gapingga ma'qul bo'laman. Oldi bilan g'izonlayli, ondan deyman." "Bolam, ikkimiz birliganda oshiyamdiq." "Dada, ikkimiz birliganda oshiysak, yo sen to'ymaysan, yo men. Undan ko'ra ayrim qashida tamoq yeyli." Ular tamoqni yeb bo'lgandan keyin bola dadasidan so'rabdi. "Dada, sening onang bilan dadang bormi?" "Mening onam bilan dadam burun o'lib ketgan." "Ha. Undaqda onamning onasi bilan dadasi bormi?" "Anangning onasi va dadasi bor. Lekin
qayerda ekanligini bilmayman. Dada, meni cho'ng dadam bilan cho'ng onamga ko'rsatsan, men sendan intayin xursand bo'latdim. Ma'qulmi dada, ma'qul degina? To'kur eyiq ma'qul bo'pti. 3 kun yo'l tayyorlig'i qilib, bir xurjunning bir peyiga oltin, yana bir peyiga kumush qachilabdi. Malika xurjunni ko'tiribdi. To'kur eyiq balini ko'tirib yo'lga ravon bo'pti. Tug'ilib, onasidan boshqa odamzodni ko'rib boqmagan bola cho'ng dada va cho'ng onasini ko'rish xushalligida yo'lda uchirganligi toshlarni etib o'ynab mengapti. U har yo'g'on quram toshlarni olma otgandek osmonga etib, yana tutib olib, yana etib o'ynab mengapti. Shu orada cho'ng bir quram tosh To'kur eyiq tiyib ketib, o'lib qapti. Bala sho'xlik qilib o'ynab, dadasini o'ldirib qo'yg'iniga qattiq o'kinibdi. U onasi bilan birlikda yo'lni davomlashtiribdi. Malika yo'lda nihoyatda herib ketibdi. Bala onasini hapash etib mengibdi. Shundoq ketib olsa, oldi tarafdan bir daraxtzorlik ko'rinibdi. Ular shu joyda odamga o'xshaydi. 1-2 kun turib, dam elib mangayli deyishib, daraxtzorlikqa ketdi va bir tulxutunning sariyiga ketdi. Atsi atdeganda shu yerdagi hamma odam sap bo'lib bir yerga berishini ko'ribdi. Bala buning sababini so'rabdi. Kishilar biz har kuni atdigini sap bo'lib, podshohning o'rdisiga berib, podshohga salom berib kelamiz. Kim barmisa, jallodlar kallasini oladi, deyishibdi. Bala ahvolni onasiga aytibdi. Ana bala ikkisi sapga qo'shilib, podshohning oldiga berib, salom berib qaytib ketdi. Endi gapni biz podshohdan anglaylik. Podshoh salomdan keyin qaytib kirib, xonishga debdi. Bugun salomga boshqa yurtliq bo'z kerak. Bir ayol va bir bola keldi. Bizning qizimiz bo'lgan bo'lsa, shunchalik bo'ladi. Navrimiz bo'lsa-mu, shu ayolning bolasichilik bo'ladi-da. Salom berish vaqtida menmi chiqib ko'ray. Deganda xonish podshoh bilan birga chiqib, podshohning taxtining kayniga o'tib turibdi. Kishilar navbat bilan kirib, salom berib qaytibdi. Navbat Malika bilan uning o'g'liga kelib, podshohga salom berganda, xonish taxt kaynida turib qarasa, u ayol xonishning ko'ziga issiq ko'rinibdi. Sizga va o'g'lingizga choy tayyorlagan edim. Bir adam birga o'ltirib, choy ichsak qandoq deysiz? Ana bola ikkisi dasturxonga taklif qilinibdi. Siz nereden keldiniz? Yurtingiz nerede? Men yurtimning nerede ekanligini bilmayman. Men bir podshohning qizi edim. Yeshim 18 ga to'shqicha bog'dan chiqmay o'ynadim. Bir tulxutunning gepi bilan shikarga chiqib, yo'lda qor bo'ronga uchrab, hamrohlarimdan ayrilib qoldim. Malika beshidan o'tgan ishlarni bir-birlab so'zlab beribdi. Xonish uning ismini so'rabdi. Canım qizim, siz mening bolam ekansiz. Biz sizning dardingizni ko'p yig'lab, izlab hech yerdan topolmay, har kuni yurt xalqini mushu joydan o'tkazib keldik. Lekin sizni topolmagan edik. Ana bola nevra quchoqlashib, yig'lashib ketibdi. Andin podshoh kirib, ahvolni uqib, qizi va nevrasi bilan yig'lab, quchoqlashib ko'rishibdi. Podshoh bugundan boshlab yurt xalqi salomga kelmasin deb farmon tushiribdi. Nevrasiga
Ko'milak palvon deb ism qo'yibdi. Ko'milak palvonni zerikib qoladi deb 40 balani uning qeshida turg'izibdi. Aradan 3 oy o'tganda Ko'milak palvon og'aylarni elib o'ynag'ili sirtqa chiqib ketibdi. Shu kuni podshoning cho'ng xaqonga o'lpon topshirdigan kuni bo'lib, xazinadan 40 qechirlik oltin kumush tayyorlabdi. Agar o'lponni bugun to'lamasam, xaqon lashkar boshlab kelib, shahrimni vayron qilib etadi. Podsho ansirab, ansizlik ichida turgan ekan. Nevresi Ko'milak palvon o'ynagan yerdan qaytib 40 og'inisi bilan o'rda oldiga kelsa, bir muncha kishilar to'plashib qolganini ko'ribdi. U yetib kelishiga podsho mundaq debdi: "Balam, meni uzitib qo'ygin. Men endi yo'lga ravon bo'lmasam bo'lmaydi." "Dada, nega borsiz?" "Balam, bugun mening yillik o'lpon to'laydigan kunim. Bugundan qoldirsak, Xaqonning 2 palvoni bor. Birining ismi Bo'ston palvon. Yana birining ismi So'gat palvon. Ular yetib kelib, yurtimizni xoni vayron qilib etdi. Men Xaqonga o'lpon topshirg'ili boray." "Qanisilar vazirlar?" Vazirlar birdamdala hozir bo'pti. "Mushu oltin kumushlarni qaysi xazinadan olgan bo'lsanglar, shu xazinaga akirib qo'yinglar. Har yili 40 qechir oltin kumushni Xaqonga to'lasanglar, yurt xalqini qandoq boqilib bo'ladi? O'lponning javobini men o'zim beraman. Xaqonning oldiga o'zim boray." "Balam, yolg'iz borsang bo'lmaydi. Qanchalik lashkar ep borsan?" "Menga lashkarning keragi yo'q. Mening berishimga ruxsat qilsalar." "Balam, sen yolg'iz bola. Aslida seni yolg'iz yo'lga sep qo'yishga bo'lmaydi. Bo'ston palvon va So'gat palvonlar tangdishi yo'q palvonlar. Bak paxas bo'l. Hargiz bexudlik qilma." Shuning bilan Ko'milak palvon yo'lga ravon bo'ldi. Bo'ston palvon o'lpon bugun kelmadi. Oldiga boray deb u yo'lga chiqibdi. U agarda o'lponni tayyorlamagan bo'lsa, yurtni vayron qilib, hamma odamning terisini ta'tir so'ymaydigan bo'lsam deb qasam qilibdi. Yo'l tang bo'lganda Ko'milak palvon bilan uchrashib qolibdi. Bo'ston palvon nihoyat egiz, ustaxonliq bir palvon ekan. Ko'milak palvon Bo'ston palvon degan mush bo'lsa kerak deb o'ylabdi. "Mening yo'limga qashlab bo'lmay, yiroq tur. Odamning soyisi." Bo'ston palvon shundoq deb Ko'milak palvonni ittiribdi. Lekin kuchi yetmabdi. 2 qo'llab ittiribdi. Midirildamabdi. Ko'milak palvon endi navbat menga keldi deb Bo'ston palvonni dast ko'tirib, beshidan aylantirib, cho'riltib etibdi. Bo'ston palvon qo'rqqandan yolvurishga boshlabdi. "Bir qo'shqinimni talay, meni hayot qo'ysang, xizmatingga tayyorman. Meni o'ltirmagin." Ko'milak palvon "Xayr, bo'pti" deb uni asta yerga qo'yibdi. Shu chaqda So'gat palvon kelib qoldi. "Yo'limga qashlab bo'lmay, yiroq tur." So'gat palvon Ko'milak palvonni yo'lning sirtiga ittiribdi. Ko'milak palvon ochiqida So'gat palvonning belidan tutib, dast ko'tirib, beshini aylantiribdi. "Voy jon, bir qo'shqinimni tilib olay. Meni hayot qo'ysang, xizmatingni qilsam. Voy-ey, voy jon." Ko'milak palvon "Xayr, bo'pti" deb So'gat palvonni yerga tushiribdi.
Bo'ston palvon va Sugat palvon ikkisi tizilib, "Biz bugundan boshlab sening xizmatingda bo'lamiz" deb qasam qildi. Bu 3 palvon birlikda Ko'milak palvonning cho'ng dadasining shahriga qarab yo'lga chiqibdi. Podshoh navrisining qaytib kelishini 4 ko'z bilan kutib turgan mezgilda kishilar yo'lga qarab yiroqdan ikki egiz palvonning qarsini ko'rib podshohga xabar qildi. Podshoh "Mening bolamni mushlar o'ltirib etgan o'xshaydi" deb yig'lab ketibdi. Hamma kishi yig'zar qilishibdi. Ko'milak palvon shahar ichida yana nemish yuz bergandi deb hayronlikda orda oldiga yetib kelsa, podshoh navrisini ko'ribdi. "Bolam, seni bir xatarga yo'liqib o'lib ketgan o'xshaydi" debdiq. "Boy ekansan, jonjigirim umoq qo'zam." Podshoh navrisini quchoqlab ko'zi yosh qilibdi. Ko'milak palvon yo'lda bo'lib o'tgan ishlarni cho'ng dadasiga so'zlab beribdi. Podshoh xushal bo'lib Bo'ston palvon, Sugat palvonlarga cho'ng iltifot ko'rsatibdi. "O'g'lim, men yoshinib qoldim. Bugundan boshlab podshohlik taxtida sen o'ltirg'in." Podshohlikni Ko'milak palvonga o'tinib berganligini yurt xalqiga jakarlatdi podshoh. Ko'milak palvon podshoh bo'lgandan keyin Bo'ston palvonni o'ng qo'l vazir, Sugat palvonni so'l qo'l vazir qilib tayinlabdi va odillik bilan yurt so'rabdi. Shuningdan keyin bu yurt Qo'qonga o'lpon topshirmaydigan bo'ldi.